Bugun sizlar bilan Nmap tooli haqida gaplashamiz. Nmap bu kimlardir biladi, kimlardir bilmaydi. Nmap bu tarmoqdagi qurilmalarni topadi, ochiq portlarni aniqlaydi, xizmatlar va versiyalarni ko'rsatadi va operatsion tizimni taxmin qiladi. Zaifliklarni tekshiradi. Nmapning vazifasi shular. Nmapni endi biz qanday ishlatishimiz mumkin? Birinchi bo'lib biz Nmapda oddiyroq skaner amalga oshirmoqchi bo'lsak, biz yozishimiz kerak Nmap va undan keyin targetimizni IP'si. Men hozirda o'zimni ikkinchi notebookimni, ikkinchi emas, o'zimni MacBookimni target qilib beraman. Ya'ni 192, 168, 1.170 va undan keyin enterni bosamiz. Nmap skanerlashni boshladi va tugatdi. Bu yerda biz eng oddiy basic skan amalga oshirdik va ko'rishimiz mumkin, ushbu portlar ochiq ekan va uni servislari SSH va biza biladigan qanaqadir yana servislar mavjud ekan. Birinchisi port 22.5000 7000 portlar ochiq. State holatni ko'rsatyapti, open yani ochiq turibdi. Qanaqa servis, qanaqa xizmat ishlatyapti? SSH va shunga o'xshagan xizmatlar. Xo'p, ana endi misol uchun deylik, portlarni skan qilsak bo'ladi, ya'ni ma'lum bir portlarni qidirsak bo'ladi. Misol uchun biz faqat bitta portni amalga oshirmoq, skaner qilmoqchi bo'lsak, Nmap va undan keyin portni berishimiz kerak. P parametri bilan misol uchun 22-portni tekshir deyman va undan keyin IP adresini yozaman va enterni bossak bo'ladi. Va ko'rishimiz mumkin, tekshirdi va topib berdi. Biza vergullar orqali bir nechta portlarni belgilab ketsak bo'ladi. Misol uchun 80 443 SSL porti misol uchun va ko'rishimiz mumkin. HTTP va HTTPS portlari bizda yopiq, 22-port esa ochiq turibdi. U SSH xizmatini ishlatayotgan ekan va ko'rishimiz mumkin MacBook Air deb chiqdi va biza bir qancha deylik parametrlar orqali tezroq skan amalga oshirishimiz mumkin. Ikkinchidan biza skaner qilayotgan vaqtimizda root bo'limiga o'tib olishimiz kerak, sudo bilan ishlatishimiz kerak, ya'ni Nmapni. Nimaga sudo bilan ishlatishimiz kerak? Sababi ko'proq natijalar chiqaradi va aniq natijalar chiqarishga yordam beradi. Misol uchun endi minus va 2s parametrlari bu tezroq skan amalga oshiradi va ko'proq ma'lumotlar topishga yordam beradi va rootga o'tib olamiz va ko'rishimiz mumkin bizda skaner amalga oshirildi. Aytgancha sizlar skan qilayotgan vaqtlaringizda uzoq vaqt davom etishi mumkin. Bu internetning tezligiga bog'liq. Men hozirda laboratoriya, ya'ni muhitida skaner qilayotganim uchun tezroq menga javoblarni chiqarib beryapti. Xo'p, keyingisi bu TCP, UDP portlarini skaner qilish. Bu uchun biz Nmap deymiz va undan keyin TCP portlarini skaner qilmoqchi bo'lsak, S bilan T ni qo'shib ketamiz va IP manzilni yoki domain name'ni yozishimiz kerak bo'ladi va ko'rishimiz mumkin. Bizga chiqarib berdi yana. Endi keyingisi bu UDP portlarini qanaqa skaner qilamiz? Bu -S va U ni yozib ketishimiz kerak va enterni bosamiz, kutamiz natijalarni. UDP portlari ham bizda ochiq ekan, mana uni xizmatlari, shu xizmatlar ishlayotgan ekan orqa fonda. Xo'p, yaxshi. Endi keyingisi, misol uchun biz targetni xizmatlarini ko'rdik. Endi bizga versiyalari qiziq. Deylik, bu uchun Nmap va undan keyin -s bilan v ni qo'shib yozadigan bo'lsak, qaysi xizmat ishlab o'tiribdi va qaysi versiyada ishlab o'tiribdi, shuni aniqlashga bizga yordam beradi. Targetimizning IP'sini yoki da biz domain name'ni biriktirib ketsak bo'ladi ekan. Xo'p, hozircha kutamiz natijalarning chiqishini.
bizada bu uzoq vaqt davom etishi mumkin. Sizlar videoni o'tkazib yuborib ko'rsangizlar bo'ladi bemalol. Va bizga mana natijalari chiqarildi. Xo'p, 22-port ochiq ekan, SSH xizmat ishlayotgan ekan, OpenSSH 12 versiyasini ishlatayotgan ekan. Bu versiyalar bizga nima uchun kerak bo'ladi? Shu versiyalarga qarab biza buzish amalga oshirishimiz uchun kerak bo'ladi. Albatta, o'zlaringizga tegishli bo'lgan muhitda skaner amalga oshiringlar, noqonuniy ishlar amalga oshirmanglar. Xo'p, shu orada yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Agar sizlar kiberxavfsizlikka qiziqsangizlar, BlackSec Academy, ya'ni Google'da Oqil AI deb qidirsangizlar kelib chiqadi va ro'yxatni o'tib kirganlaringizdan keyin Hacking Model Shop bor. Bu yerda bir qancha modullarni alohida sotib olib ishlatsangizlar bo'ladi. Darslardan foydalansangizlar bo'ladi. Undan keyin bizda CTF bo'limi bor. CTF Arena bu bepul qilib qo'yilgan, ya'ni Linux asoslarini qanaqadir laboratoriyaga stimulyatsiya qilib o'rgansangizlar bo'ladi. Wi-Fi hackingni misol uchun laboratoriya orqali o'rgansangizlar bo'ladi. Undan keyin Network Fundamentals, Basic va Advanced darajalarida o'rgansangizlar va test qilib ko'rsangizlar bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Hozirgi ko'rgan parametrlarimiz ana endi hozir biza servislarni, versiyalarni ko'rdik. Endi deylik bizaga shunaqa nima desa bo'ladi? Parametr kerak. Ya'ni tezlikni oshirish uchun deylik juda sekin skaner amalga oshirilyapti. Biza uni tezroq amalga oshirishni xohladik. Undan keyin esa -t va 5 ni berib ketadigan bo'lsak, bizga tezroq natijalarni chiqarib beradi albatta. Xo'p, kutamiz natijalarni chiqarishini. Xo'p, ayrim sizlar skaner qilayotgan vaqtimizda deylik biza birinchi Nmap o'sha servisga, ya'ni veb-sayt bo'ladimi, qanaqadir kompyuter bo'ladimi, unga ping boradi, u tirikmi yo'qmi deb, ya'ni u ishlayaptimi, o'zi ishlamayaptimi deb. Ayrim vaqtlarda skaner qilayotgan vaqtimizda javoblarni chiqarib bermaydi. Shuni oldini olish uchun biza Nmap va undan keyin pn parametrini yozganimizdan keyin pingsiz biza bemalol skan amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pingni o'chirib beradi. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Nmapni va tarmoq xavfsizligini yanada chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangizlar, hozir ko'rsatganimdek Oqil AI veb-saytiga kiringlar. Hozir oldingi nomi Oqil AI edi, hozir BlackSec Academy'ga o'zgargan. Kirib bemalol bu yoqdan darslarni ko'rsangizlar bo'ladi va CTF bo'limidan laboratoriyalarni ishlasangizlar bo'ladi.